Termiz davlat universiteti axborot texnologiyalari fakulteti amaliy matematika va informatika yo'nalishi talabasi Mamatmurod va Mohliroyevning media savodxonligi va axborot madaniyati fanidan tayyorlagan video darsligi. Mavzu: tasvirlarni qayta ishlash va ularning fayl formatlari, Adobe Photoshop vositalari bilan ishlash. Reja, rasm fayllarini siqish usullari, bitmap va vektorli formatlar, JPG fayl formatli, Adobe Photoshop haqida tushuncha, Adobe Photoshop haqida tushuncha, Adobe Photoshopda rang, qatlam, filtrlar bilan ishlash, Adobe Photoshopda animatsiyalar. Rasm fayllarini siqish usullari. Rasm fayllarini siqish usullari rasm hajmini kamaytirishga yordam beradi. Asosiy siqish usullari ichida ikki tur mavjud: yo'qotishsiz va yo'qotishli siqish. Yo'qotishsiz siqish PNG formatda ishlatiladi va fayl sifatini saqlab qoladi. Yo'qotishli siqish esa JPEG formatida qo'llaniladi va fayl hajmini sezilarli darajada kamaytiradi. Lekin rasm sifati pasayishi mumkin. Rasm siqish darajasini o'lchashda Lempzel, Ziv, Welch va Discrete cosine transform algoritmlari muhim rol o'ynaydi. Siqishning optimal natijasi uchun rasm maqsadi va sifati talablari hisobga olinishi zarur. Bitmap rasmlar piksellardan tashkil topgan bo'lib, har bir piksel rang va joylashuv ma'lumotlariga ega. Bu formatlar masalan JPEG, PNG va BMP kabi fotosuratlar uchun mos keladi. Vektorli formatlar esa matematik formulalar asosida chizilgan chiziqlar va shakllardan iborat bo'lib, o'lcham o'zgartirilganda sifatini yo'qotmaydi. Adobe Illustrator va Corel Draw kabi dasturlar vektor grafiklar bilan ishlaydi. Vektor formatlar CVG, EPS va AI kabi turli ko'rinishlarga ega. Bitmap formatlar o'lchamining katta bo'lishi mumkin, lekin ko'proq realistik detallarga ega. Vektorli formatlar esa aniq va oson tahrirlanadigan grafiklar uchun ideal. Fayllarni arxivlash va arxivdan chiqarish, fayllar hajmini kichraytirish. TFF Tagged Image File Format juda yuqori sifatli tasvirlarni saqlash uchun qo'llaniladigan format bo'lib, ko'pincha raqamli fotografiya va nashriyotda ishlatiladi. Afzalliklari orasida yo'qotishsiz siqish imkoniyati va kengaytirilgan rang chuqurligi bor. TFF formatida fayllar tahrir uchun yordam beradi va ko'pgina dasturiy ta'minotlar bilan mos keladi. Biroq kamchiliklari orasida kattaroq fayl o'lchamlari va vektor grafiklarini qo'llab-quvvatlamasligi kiradi. Ba'zi hollarda ommaviy foydalanish uchun optimallashtirilmagan bo'lishi mumkin. Chunki internetda tez yuklanishi qiyin. TFF asosan professional darajada chop etish va arxivlashda afzal ko'riladi. GIF Graphics Internet formati 1987-yilda CompuSeries tomonidan yaratilgan va rasmlar hamda animatsiyalarni kichik hajmda saqlash imkonini beradi. GIF formati 256 tagacha ranglarni ishlatishga imkon beradi. Shuning uchun eng yaxshi natija kam rangli grafiklar yoki logotiplar uchun bo'ladi. GIFning animatsion imkoniyatlari davlat veb-saytlari va ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan. Format lossless siqishni ishlatadi. Bu esa sifatni saqlab qoladi. Internetda muammosiz bajarilishi va keng mosligi tufayli GIF formatida yaratilgan animatsiyalar ko'p hollarda qisqa hajmda va samarali vizualizatsiyalar uchun ishlatiladi. WebP formati raqamli tasvirlar uchun mo'ljallangan bo'lib, ulanish tezligini oshirish va joy tejash maqsadida ishlab chiqilgan. Ushbu format rasmni siqish jarayonida sifatni yuqori darajada saqlab qolish imkonini beradi. WebP formatida rasm fayllari JPEG yoki PNG formatlariga qaraganda 25-34% kamroq joy egallaydi.
Bundan tashqari, WebP formatida qora, oq va shardor ranglar bilan ishlovchi tasvirlar ham qo'llab-quvvatlanadi. Yana bir afzalligi, u qator brauzerlar va platformalar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Masalan, Google, Chrome, Firefox, Edge va Opera. Shu sababli web sahifalarning yuklanish tezligini oshiradi va server xarajatlarini kamaytiradi. JPEG 2000 bu raqamli rasmlarni siqish uchun mo'ljallangan grafik format bo'lib, JPEG formatining takomillashtirilgan versiyasidir. 2000-yili ISO tomonidan qabul qilingan va xalqaro standart bo'lib hisoblanadi. JPEG 2000 o'zining siqish algoritmlari tufayli yo'qotishli va yo'qotishsiz siqishni ta'minlaydi. Bu format yuqori sifatli tasvirlarni siqishda foydalaniladi. Radiologiya, sun'iy yo'ldosh tasvirlari va ko'p qavatli tibbiy ma'lumotlarni boshqarishda qo'llaniladi. JPEG 2000 formatining asosiy afzalliklaridan biri bu miqyosuvchanlik va ma'lumot yo'qotmasdan turib siqish imkoniyatini berish. XML asosidagi meta ma'lumotlarni qo'llab-quvvatlaydi hamda ESS rang profillarini biriktirish imkoniyati mavjud. Rasmlarni PDF formatida saqlash uchun bir nechta usullar mavjud. Eng oddiy usul rasmni to'g'ridan-to'g'ri PDF ga eksport qilishdir. Agar siz Windows yoki Mac OS foydalanuvchisi bo'lsangiz, print operatsiyasi orqali save va as PDF deb tanlashingiz mumkin. Shuningdek, onlayn vositalar, masalan, ilovalar yoki veb-saytlar orqali ham rasmni PDF formatida saqlash mumkin. Ko'plab quyidagi dasturlar Adobe Acrobat, Nitro Pro yoki Smart PDF kabi xizmatlar bu jarayonlarni osonlashtiradi. Ushbu vositalar yordamida rasmlarni tanlab, ularni bir yoki bir nechta sahifali PDF hujjatga aylantirish mumkin. Rasm fayllarini kodlash va dekodlash. Rasm fayllarini kodlash va dekodlash asosan ma'lumotlarni siqish va qayta tiklash jarayonlarini o'z ichiga oladi. Tasvir fayllarini JPEG, PNG va GIF formatlarida kodlanadi. JPEG faqat siqilgan tasvirlar uchun mos bo'lib, yo'qotishli algoritmni qo'llaydi. PNG ham siqishni ta'minlaydi, ammo yo'qotishsiz. Dekodlash jarayonni asl tasvirni qayta tiklaydi. Kodlash va dekodlashda algoritmlar matematik usullarni qo'llaydi. Masalan, DST Discrete Coherence transformatsiyasi JPEG uchun muhim. Zlib PNG formatida ishlatiladi. Bu jarayonlar ma'lumot oqimini samarali boshqarish va saqlash joyini tejash imkonini beradi. Har bir formatning o'z afzalliklari va kamchiliklari bor. Optik belgi tanish va formatlarni qayta ishlash bu kompyuter tizimlarida matn, raqamlar yoki grafiklar belgilarini avtomatik ravishda tanish va o'qish jarayonidir. Ushbu texnologiya ko'pincha OSR Optical Character Recognition deb nomlanadi. U ko'pincha hujjatlarni raqamli formatga o'tkazishda, masalan, skanerlangan grafiklarni matnli fayllarga aylantirishda ishlatiladi. Optik belgini tanish texnologiyalari turli shriftlar va yozuvlarni tanish mumkin. Bu texnologiyaning aniqligini ko'rsatkichlari asosan 98-99% atrofida bo'lishi mumkin. Lekin bu ko'rsatkich ko'tarilishi mumkin texnologiyalarning rivojlanishi bilan. Optik tanish tizimlari ko'plab sohalarda, jumladan banklar, pochta xizmati va arxivlarda keng qo'llaniladi. Adobe Photoshop tasvir tahrir qiluvchisi yordamida fotosuratlarga qo'shimcha kiritish, fotosuratdagi dog'larni o'chirish va eski rasmlarni qayta ishlash va tiklash, rasmlarga matn kiritish, qo'shimcha maxsus effektlar bilan boyitish, bir fotosuratdagi elementlarni o'zgartirish, almashtirish mumkin. Adobe Photoshop imkoniyatlari keng qamrovli bo'lib, u gazeta va jurnallarni turli tuman rasmlar bilan boyitishda katta qulayliklar yaratadi. Adobe Photoshop ayniqsa jurnalistlarning, rassomlarning ijodiy imkoniyatlarini to'la amalga oshirishlarida yordam beradi.
jurnalistika va bevosita matbuot yoki nashriyot sohasiga aloqador bo'lgan shaxslarning mazkur dastur bilan ishlashni bilishi ular uchun qo'shimcha imkoniyatlarni yaratib beradi. Adobe Photoshop dasturining ishchi muhiti. Adobe Photoshop dasturini ishga tushirganimizdan so'ng quyidagi oyna hosil qilinadi. Ushbu oynaning yuqorisida menyu satri joylashgan. U quyidagi qismlardan iborat: File, Pravka, Risunok, Sloy, Выделение, Filtr, Vid, Okno va Pomosh. Yangi Photoshop fayllarni yaratish yoki eski faylni qayta ochish uchun fayl menyusidagi Sozdat va Открыть yoki Ctrl+N va Ctrl+O buyruqlaridan foydalanishimiz mumkin. Adobe Photoshopda ranglar bilan ishlash. Photoshopda asosan dizaynerlar ishlashadi. Ular uchun qulay va tushunarli bo'lgan ranglar ishlab chiqilgan. Rang modellarining asoslari RGB Red, Green, Blue. Ekran tasvirlari uchun CM yoki Cyan, Magenta, Yellow, Black. Bosma mahsulotlar uchun KX. Web dizayn uchun rangli kod tizimi. Ranglar bilan ishlash texnikasi. Rang balansi RGB bilan ishlaydi. Nurlanish va soyalarni boshqarish bu texnika yorug'likni boshqarishga yordam beradi. Rang to'yinganligini sozlash bu parametr rang spektrida tasvirdagi barcha ranglarni siljitadi. Qatlamlar bilan ishlash. Qatlamlar bilan ishlash qobiliyati Photoshopning hozirgi muvaffaqiyatining kalitlaridan biridir. Photoshopdagi qatlam shaffof qog'oz bo'lib, unga qo'shimcha rasm qo'shishimiz mumkin. Bir-birining ustiga qo'yilgan qatlamlar bitta tasvirni hosil qiladi. Alohida qatlamda joylashgan ushbu bitta rasmning bir qismi boshqa qismlardan mustaqil ravishda tahrirlanishi mumkin. Photoshop har bir yangi rasm qo'shimchasiga avtomatik ravishda yangi qatlam qo'shadi. Shu bilan birga, siz bir vaqtning o'zida 50 dan ortiq qatlamlar bilan ishlashingiz mumkin. Qatlamlar bilan ishlash uchun asosiy menyuning Layers bo'limida joylashgan buyruqlardan foydalanishimiz mumkin. Lekin qatlamlar palitrasidan foydalanish ancha qulayroq. Ushbu oynani hosil qilish uchun asosiy menyuning Windows bo'limidagi Layers bandini tanlanadi yoki F7 tugmachasi orqali hosil qilinadi. Filtrlar bilan ishlash. Filtrlar Photoshopdagi eng muhim yordamchilardan biri bo'lib, ular yordamida rasmga turli effektlar qo'shish va uni yaxshilash mumkin. Photoshopda filtrlarni qo'llash rasmlarni tahrirlash va uni yanada qiziqarli va jozibador qilishning ko'plab usullarini taqdim etadi. Filtrlarni qo'llash uchun menyuda filtrga o'tish va kerakli filtr turini tanlash zarur. Masalan, blur filtrlarini rasmning aniqligini kamaytiradi. Sharpen filtrlarini esa rasmning aniqligini oshirish uchun ishlatishimiz mumkin. Tekstura filtrlar. Tekstura filtrlaridan foydalanib, rasmga turli xil tekstura effektlarini qo'llash mumkin. Masalan, rasmga tosh, mato yoki qog'oz teksturasi qo'shish mumkin. Tekstura filtrlarining turli xil turlari mavjud. Masalan, grain, textures, emboss. Adobe Photoshopda animatsiyalar. Adobe Photoshop nafaqat fotosuratlarni tahrirlash, balki oddiy animatsiyalar yaratish imkonini ham beradi. Photoshop grafik muharriri nafaqat rasmlarni qayta ishlashga, balki ular asosida animatsiyalar yaratishga ham imkon beradi. Photoshopda animatsiya prinsipi shundan iboratki, dastur hujjatning alohida qatlamlarini ko'rinadigan yoki ko'rinmas holga keltiradi. Masalan, chapdan o'ngga qarab harakatlanayotgan to'pni jonlantirish uchun siz bir nechta qavatlarni yaratishingiz kerak bo'ladi. Ularning har birida to'p harakat yo'nalishi bo'yicha biroz siljiydi. Har bir kadrda ushbu qatlamlardan faqat bittasi ko'rinadi. Shuning uchun animatsiya o'ynaganda u harakatlanayotgandek ko'rinadi. Photoshopda animatsiya imkoniyatlari. Timeline paneli bilan ishlash. Kadrlar asosida animatsiyalar yaratish. Animatsiya yaratish jarayoni. Qatlamlarni tayyorlash, timeline panelini yoqish va kadrlarni sozlash, kadrlar o'rtasida o'tishlarni sozlash, animatsiyani eksport qilish.
Photoshop animatsiyasi imkoniyatlari, yuz ifodalari, xarakterga turli xil his-tuyg'ularni berish, harakatlar, yurish, sakrash, suzish, uchish, obyektlar, obyektlarni harakatga keltirish, kengaytirish, qisqartirish, matnni ko'rish, yo'qotish va harakatga keltirish. Animatsiyani saqlash. GIF format kichik hajmdagi animatsiyalar uchun mos formatdir. Video format uzoq va yuqori sifatli animatsiyalar uchun mos formatdir. Web format yuqori sifatli, siqilgan va animatsiyalarni joylashtirish uchun mos formatdir. Ushbu usullar yordamida biz Adobe Photoshopda